Subhanalloh, subhanalloh. Okean tovushlarini tinglang. Atrofga qarang. Yerdagi milliardlab qum zarralari, sizni o'rab turgan daraxtlarga nazar soling. Ularning barchasini Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Yer, okean, daraxtlar, hayvonlar, odamlar, jinlar, payg'ambarlar, farishtalar, Jibril, Isrofil, har bir jon o'lim sharbatini totadi. Faqatgina Alloh subhanahu va taolo bundan mustasnodir. Chunki o'limni ham uning o'zi yaratdi. Uning iznisiz hech narsa harakatlana olmas. U komil sifatli zot. U yaratgan narsalar mukammaldir. Uning payg'ambari mukammal. Uning dini mukammal. Rahmatida komil bo'lgan zotdir. Ammo birodarim, opa-singlim, shuni unutmangki, uning azobi ham mukammaldir. Alloh azoblashda ham mukammal bo'lgan zotdir. Qiyomat kunida jamiki inson zoti, odam atodan boshlab oxirgi odamgacha va barcha jinlar toifasi Alloh huzurida to'planadi. Bu kunning bir kuni 50 ming yil davom etadigan quyosh va sizning boshingiz orasidagi masofa atigi 1 mil bo'ladigan kundir. Kishi o'z terisiga cho'ka boshlaydi. Alloh azza va jal farishtalarga jahannamni olib kelishlarini buyuradi. Jahannamning 70 mingta zanjiri bo'lib, har bir zanjirni 70 mingtadan farishta ko'tarib keladi va bu deyarli 5 milliard farishta degani. Ushbu kunda o'z ko'zlarimiz bilan bunga guvoh bo'lurmiz. Vaqtiki jahannam olovi kofir va gunohkorlarni birinchi marta ko'rganida uni g'azabnok, qaynoq bo'kirishini eshiturlar. U shunday dahshatli ovoz bo'ladiki, farishtalar zanjirlarini tashlab jahannamni ozod qilishadi. Bu jahannam olovining kofir va gunohkorlar bilan birinchi uchrashuvi bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Alloh azza va jal jahannamga uni kofir va gunohkorlar bilan to'ldirishga va'da beradi. Alloh taolo qahrida komil zot, ammo Alloh bandalarini rahmat bilan o'rasa, rahm qilsa, yetarlicha rahm qiladi. Shundoq ekan, birodarlar, opa-singillar, o'zingizni, ahli oilangizni yoqilg'isi odam va toshdan bo'lgan jahannam azobidan saqlang.